Assalomu alaykum aka-ukalar. Assortimentni ko'ryapsizlar. Polni filisat e'tibor beramiz. Polni filisati. Faqat videoni oxirigacha kuzatib aka-ukalar, hozir polni nima aksiya bo'lgan, nima qancha bo'lyapti. Polnisni hammasini aytib o'taman. E'tibor beramiz. Polnisni bu yerda 55 xil narsa. Aka-ukalar e'tibor beramiz bu yerda. Mana bu pilisos nimaga 30 ming rubl bo'layotgan narxi nimaga qimmat desangiz, bu yerda pilisosimiz mana bu ishlangan, ichida o'zida kompressor bor aka-ukalar, kompressor. Mana bu yoqdan ham havo beradi. Mana polni shlanglar ulanadi. Mana kamerachimiz o'tib ko'rsatib qo'y. Mana shlanglar ulanadi. Bu kompressori bor tagida. Keyin moyishi. Polni professionalni pilisos bu. Mana aka-ukalar. Polni professionalni. Mana shuni olamiz. Tagiga polni musor yig'iladi. Mana bu yerda filtrlari ham o'zida neobычный aka-ukalar. Mana shlanglar professionalni pilisos. Kimga qiziq bo'lsa, bu yerda Telegram silkasini kommentariyaga qoldiramiz. Iloji bo'lsa ishlatib ko'rsatib, ichida qanday filtrlar, qanday ishlaydi, polnisi ko'rsatib chiqamiz. Buni hammasi Telegramga chiqadi aka-ukalar. Telegram silkasi kommentariyada bo'ladi. Endi pilisos qarang. Pilisosimiz 11,5 ming rubl, 30 litr. Polni 4 ta kolisoda, ham shamol haydaydi, ham shamol tortadi. Umni rozetka, instrument ulaganingizda instrumentni yoqqanda qo'shilib ishlaydi. Shunaqa funksiyalari ham bor. Endi mana bu yerda pilisoslarimiz aka-ukalar e'tibor beramiz. 7500 rubl pilisos, 25 litr shu filisat firmamizdan. Mana bu yerda mana bu 5500 yozilgan. Qolgan hamma shu yozilgan narxlar bo'lsa ham mana bu pilisosimizni aksiya qilib qo'yaman. 5000 rubl bo'ladi aka-ukalar. 5000 rubl bo'ladi bu pilisosimiz. Endi e'tibor beramiz. E'tibor beramiz aka-ukalar. Mana bu shurpavert oldin 6000 bo'lgan, hozir 3500 rubl. Kim eslaydi shunday shurpavert? Unda bor. Metapo shurpavert bo'lgan. Oldin Metapo bo'lgan. Shunaqa kompaktdan 5 shotishni, bu shotni 3 yil, 4 yil oldin ishlatgan aka-ukalar ham bor. Bular o'sha yangi chiqqan boshni variant. 6000 bo'lgan. Modelni ham aytib o'taman. Internetdan bemalol ko'rib, FT1901 bemalol ko'rasizlar. Bizda 3500 rubl. Ana endi bu yerda samый главный qiziq joyi aka-ukalar mana 4000 rublga. 4000 rublga 13 patron, вообще мощный 13 patronda. Ikkita akkumulyator filisat oldin narxi 8000 rubl bo'lgan. 100% lik aksiya desak ham hozir 8000 yozib qo'yib 4000 yo'q, realni narxini ko'rasizlar, internet bor hamma. FT1902 bemalol ko'rib, bu oldin olganlar yana so'kmaysizlar. 7000 ga olgan edim. Mana bu 10 minglik 7000 rubl bo'lyapti. 10 minglik. Bu yerda nimaga desangiz, mana bu knopkadan skorost mana ko'ryapsiz, qarang. Da, knopkani bosamiz. Sekinlash, endi turbo rejim, impuls turbo emas, impuls mana bu turbo rejim. Bu turbo rejim ustidan ham 3 xil rejim yana chik molotok. Mana bu yerda 13 patron tolka. Mana moshni, вообще professionalni. Ikkita akkumulyatordan, maktan akkumulyator ham to'g'ri keladi. Keyin mana bu yerda aka-ukalar 8000 rublga bir dona batareyka bilan bolgarkamiz. Endi kraska pult, e'tibor beramiz, kraska pult. Kraska pultimiz 6000 rubl, frezer 9,5 ming rubl. Bu nasatkasini o'zi shoshilib qo'ygan. 3 xil, 4 xil nasatkasi bor komplektda. Har xil nasatkalar. Mana bu shunday bo'ladi. Almashadi. Boshqa xil nasatka qo'yasiz. Bu o'zi frezer ishlatayotgan aka-ukalar tushunadi. Endi mana bu yerda universalni 6000 ga universalni frezerlarimiz ham bor. Mana bu yerda tachilka 3000 rublga 125, 150, 230 hamma xil variantlari bor. Vitrinaga sig'magan uchun qo'yganimiz yo'q. Bu yerda arzon fenlar ham bor aka-ukalar. Arzon fenlar ham bor. 2,5 ming rubanik aka-ukalar. Rubanikimiz mana bu yerda rubanik 5000 rubl bo'ladi. Mana bu yerda keyin 3,5 mingga 3,5 mingga. Mana shu videoda aytilgan narxlar akanchatil. Bundan arzon bo'lmaydi. 3,5 ming faqat bez akkumulyator. Akkumulyator professional mana shunday lampa olaman desangiz, bu qimmat bo'lib ketadi. Bitta akkumulyator bilan 8000 atrofiga chiqib ketadi. Nasos. Misol uchun nasosning o'zi, mana bu nasosning o'zi. Bu faqat bez batareyka mana shunday. Makita Loboy bitta makita instrument olgan bo'lsangiz to'g'ri keladi. Bu 3,5 ming rubl bo'ladi nasosimiz. Nasosimiz 3,5 ming rubl. Bu professional nasos. Prostdagi fonariklari ham bor, boshqasi ham. E'tibor beramiz. Yoqamiz. Mana batareykaning zarati yo'qmi? Ikki bo'ldi. Shu yerni polni kesasan, nasosda prosta aytib qo'yaman, tamom. Mana bu yerda filisat firmamizdan nasos aka-ukalar 4000 rublga mana polnisi. 4000 rublga faqat bez batareyka mana shunday. 3,5 ming bo'ladi. Bundan yana 500 rubl tushiramiz. Endi 7000 rublga 1100 vatlik 1100
wattmi voltmi deysizlar, kommentariy yozasiz. 1100 realni alyuminiy korpusda og'ir lekin mashina perforator 7000 rubl. Mana bu yerda 6500 rubl 900 lik modelimiz, 6000 rubl 850 modelimiz. Endi utigimiz aka-ukalar, utigimizning narxi 4500 rubl. Polni nasadga, perchatka, qaychi, polni komplekt. Endi bu yerda 10000 rublga bir dona batareyka bilan mashina mana bunday akkumulyatorni akkumulyatorning perforator chotki 3 ta rejimi bor. To'klik 6500 rublga qayerda ko'rgansiz mana shunda SDS plus perforator 6500 rubl chotki variant вообще. E'tibor beramiz. Mana bu yerda mana bu perforatorimiz 16000 rublga olgan aka-ukalar bor. Faqat nima deyman, yana shu gapimiz, so'kmaysiz. Bugungi kunda 11000 rublga tushib qolgan. 11000 rubl. Buni sizlar 16000 rublga olgansizlar. Faqat 8 donani kelgan, ko'p dona kelmagan. Endi shtraberezlar mana bu ham shtraberez ham arzon bo'ladi. Bu ham 11000 rubl. Bu yerda bolgarkamiz aka-ukalar 1200 watt 4000 rublga, 1200 watt bo'lishi kerak. 1200 regulirovka skorost bor, 4000. Keyin 3500 rubl 900 lik bolgarkamiz regulirovka skorost, bu ham aksiya ketyapti. Keyin mana bu yerda 3500 ga mana shunday skorostlik, mana shunday 150 diametr bo'lishi kerak. Keyin katta bolgarka 8500 rubl katta bolgarka ham bor. Keyin mana samig'larni mana shu uyga вообще mashina, xudo xolasa buni kesib ham ko'rsatamiz. Xuddi shuni bitta akkumulyatorlik varianti ham mana bu yerga bir dona akkumulyator bilan ham ishlaydigan bir dona akkumulyator bilan chotki. Endi 6500 rublga mana bunday elektroplamiz, 7500 rublga mana shunday mashina Filisat firmasidan. Mana buni qayerda ko'rgansiz? Regulirovka skorostidan chik diskovый pila 190 1350 watt 6000 rubl. Keyin mana bu yerda 7000 rublga 190 1400 wattlik mana shunday mashina qalin podoshalarda. Bu firmani bo'lgani uchun bu polni kачествоsi bu brendni Filisatini hammasiga 2 yil garantiya, mana shu joyga e'tibor berasiz. Keyin mana bu tarsovka 9000 rubl 12500 rubl reminnoy e'tibor beramiz. Mana bu yerda remin bor, mana polni mana bu yerda remin bor. Moshinasiga kirsak 1350 watt mana shunday поворотni 45 yotadi aka-ukalar, e'tibor beramiz. Keyin Spiratagam bugungi kunda 22000 rubl yurayotgan 255 diskda. Keyin mana bu generatorimiz 13000 rubllik 3 kilovat yozilgan 2,5 kilovat beradi. Ikkita 220 rozvetka. Masla отдельно, masla kamayib qolsa, zavod bo'lmay maslaning datchiklari bor. Toza benzin 92 qo'yasizlar. Keyin bu yerda 60000 rubllik 20000 rubllik generatorlarimiz turi ko'p aka-ukalar. Keyin stabilizatorlar 60000 rubl, yashik deysizmi, hamma narsalar bor. Bugun maqsad video qo'yishimiz. Srochniy sizlarga Filisatdan yangilik bo'lgani uchun video qo'ydik. Yana savollar bo'lsa, kommentariyaga yozing. Hammaga rahmat. Mana shunday aksiyalar, yana nimani aksiya qilaylik? Fikrlaringiz, videoni tarqatib do'stlaringizga. Mana bu stabilizator tokni ko'paytiradigan. Любой xil 10 kilovat, 15 kilovat, 20 kilovat hammasidan bor. 10 kilovat, 5 kilovat любой xil variantlar bor stabilizatorlar. Buni Telegramda o'tasizlar yo telefon qilasizlar. Tushuntiramiz. Bizning adreslar metro Marino 5-vaqt, metro To'pliston 4-vaqt. Metrodan chiqqan joyda to'g'rida telefon nomerlar ekranda, ish vaqti ertalab soat 9 dan kechqurun soat 10 gacha. Ikkala magazin, ikkala filiallar ham dastavkalarimiz bor. Rossiya bo'ylab Tojikistonga dastavkalarimiz bor. Savollar bo'lsa kommentariy yozing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.